Agar kimdir AQSh prezidentining mashinasiga o'q uzsa, unga hech narsa qila olmaydi. Bu mashina o'zining juda qalin va mustahkam tuzilgan eshiklari hamda 13 sm qalinlikdagi oyna bilan himoyalangan. O'qlarga, portlashlarga juda chidamli va mashinadagi eshik tutqichlari elektr toki bilan himoyalangan. Ruxsatsiz tegilsa, hujumchini shokka tushiradi. Ammo bu hali hammasi emas. Mashina nafaqat tashqaridan himoya, balki xavfsizlik tizimlari jihatidan ham juda kuchli. Mashina to'liq muhrlangan. Zaharli yoki xavfli moddalar tashqari muhitga tarqalgan taqdirda ham ichkariga kirish imkonini bermaydi. Unda kislorod baloni va favqulodda tibbiy holatlar uchun prezidentning qon guruhiga mos bo'lgan qon zaxiralari saqlanadi. Agar kimdir mashinani ta'qib qilishga qaror qilsa, mashinaning himoya tizimi yo'lga juda sirpanchiq moy quyib, dushmanlarni uzoqlashtiradi va yaqinlashishini qiyinlashtiradi. Prezidentning xavfsizligi uchun bu mashina dunyoning eng mukammal himoya qalqoni sanaladi.